Bu uchastkani proyekti o'zimga ham shunaqa yoqdi. 4 sutuvga qurib qo'yishgan, puliga ham 2 martalab arziydi. Oxirigacha ko'ringlar, sizlarga ham 100% yoqadi. Ko'rasizlarmi? Katta avtomatik darvoza, o'rtada kaletkasi, ortiqcha hech narsa yo'q. Shuna kirib kelasiz, ikkita tomonlama yashil maydon qilib qo'yilganda, endi proyektni qaranglar. 3 urovenli yaxlit podol, birinchi etaj, ikkinchi etaj tepalarigacha plitalar tashashgan. Orqa taraf hovlisiga bu yoq tarafdan ham o'tsa bo'ladi. Qisqacha tez tushuntirib o'taman. Pishgan g'ishtlardan qurilgan, kirib kelish kattagina hol bilan boshlanadi. Chap tarafda oshxona, razmerlari har qatda keng qilingan. Birinchi etaj uchun umumiy sanuzel, razmeri har qatda keng. Yerto'laga tushib ketirish, yaxlit yerto'la, ikkinchi etajga chiqib ketirish. Bu yoqda bitta ota-onalar yotoqxonasi, ichida o'zini ham sanuzeli bor. Bu yoqda bitta mehmonxonada. Endi orqa taraf hovlisini ko'rasizlar. Yozgi oshxonalar hammasi mana shu tarafda bo'ladi deyapti. Orqa taraf hovlidan ham podolga tushsa bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqib ko'rsatib beraman. Ikkinchi etajga chiqib kevurish, cherdagi chiqib ketirish, tepalari ham daji plita. Ikkinchi etaj uchun birinchi xonamiz, menimcha mehmonxona, yonida yotoqxona bo'ladi. Buni ham ichida sanuzeli bor. Yurib kelarkanmiz, yana bitta yotoqxonada, ichida o'zini ham sanuzeli bor. Bu bolalar uchun yotoqxona, hovliga qaragan balkonlari ham bor. Oxirgi xonamiz, buni ham ichida sanuzeli bor. Narxi $136,000. Toshkent tumani, Kirov, Olmazor ko'cha, hamma kommunikatsiya bor. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilinglar.